Assalomu alaykum. Ko'plab dehqon akalardan tushgan savol, nima hammani vidasi ko'p beradi, meniki bermaydi deydi. Vitamin ishlasam ham, o'qitini joyida solsam ham shu yoqqan misol mana ko'rishlarimki mana shu karta prispodbor bo'lgan. Pris qilingan, lekin mana shunday qolib ketgan. Birinchidan kasilka toza o'rmagan, bidan shunday qolgan. Bu bir. Ikkinchidan o'rilgan beda ham prispodbor ham yaxshi olmaydi. Chunki bu kechikkan belovga kechikishni hisobiga, belov kechikishni hisobiga mana shunaqa bo'lib qolib ketgan bedalari. Bu ham salkam gektariga 30 ta 20 tadan bateriya bersa, chala o'rish hisobiga 20 tadan 30 ta ber. Bateriya bo'lsa, o'rta hisobda 50 ta 60 ta gektardan pris bateriya bo'lib ketadi. Shuni hisobiga misol uchun o'rta hisobda 1 gektari 300 donadan pris bersa, pris bog' bersa 220 ta 250 ta holatga tushadi. Mana qaranglar, shunday qolib ketgan. Bu na o't bo'ladi, na chirindi ham bo'lmaydi, na bor suv yurishini ham qiyinlashtiradi kartada. Mana ko'rishlarimki shunday chala qolib ketgan. Buni oldini olish uchun hushyorroq bo'lish kerak akalar. Prispodborga ham, kasilkaga ham hushyorroq turib, ko'ngildagi qilib o'rdirish kerak.